Oyisha. Oyisha. Voy, do'stiniki. To'xtasiniki. Uyinda hech kim yo'qmi? Nimaga to'xtayman, ha? To'xtalmayman bugun Oyisha. Sog'inib ketdim. Jonim qalaysiz? Hozir dadam kelsa, yomon bo'ladi. Qimorvozladingmi? Qimor o'ynab yurgandir. Sog'inmadingmi? Ha, shaharlik qizlarni qo'yib yubordim. Munisa Rizayeva ketimdan yursa ham Oyisham bor deb qaraganim yo'q. Luiza Rasulova har kun telefon qiladi. Oyisha ajdanaga tushib qolmasin deb ko'tarmayapman telefonini. O'zing yaxshimisan? Mehmonxonalaringni remont qildilar. Ichini bir ko'rib chiqmaymizmi? 5 minut. Dadam keldi. Qirqi yaxshimi? Gilam tagiga. Gilam tagiga. Yana qo'l kelmadi. Assalomu alaykum dada, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Luiza menga telefon qilyapti deganingiz uchun. Mana u, Munisa meni ketimdan yuribdi deganingiz uchun. Iya. O'zing bilan o'zing gaplashyapsanmi? Gilam qo'qmi? Gilam qoqish senga qoldimi? Gilammi? Ana men qoqaman. O't yoqqa. Gilam yurdimi? Yo'q, gilam yurmadi. Yurmadimi? Yo'q, gilam. Ko'rib qo'y gilam qoqishni. Yo'q, shart emas edi dada. Yo'q, amringizga muntazirman. Sen kimsan? Qizingizni jiniman. Nima? Tiling tilagingizni. Unda menga bir chamadon dollar, Dubaydan villa, qahvoyi mashina berasan. Tahoya so'rab olmadingizmi? Men faqatgina Iskandar Buildings mezbon loyihasidan 2 xonali uyni nomingizga o'tkazib beraman. Bo'laveradi. 3 qo'lga yetadi. To'xtasin aka, 2 xonali uyni dadamni nomlariga o'tkazib berdingizmi? Bo'lmasam dadam meni o'tkazardi. O'rtoq tashbaqamizdan teyinda Malibu sal tezroq yurgin. Voy ko'cha dollar radar. Har kuni bitta ishtirok keladi. Ku yoshlikdan katta bo'lgan o'rtog'imiz to'yga voqelar boraylik, hech bo'lmasa. Telefon bo'lsa. Alo. Hozir 5 minutda boraman. Qatga 5 minutda borasan. O'rtoq srochniy uydan telefon qilishyapti. Menga qara, to'yga kech qolamiz-ku, meni olib borib qo'y. Jon o'rtoq, noto'g'ri tushunma, uydan qilib qolishyapti-ku. Amallarsan o'rtoq. Xafa bo'lma. Sen borib pastayani shunaqa qilasan. Xafa bo'lmagin. Ko'chadagi ishlarni ham joyiga qo'yib yurish kerak. Sen xotinni qulisan, tushundingmi? Voy, xotinni quli. Xotini tilib olsa, radarga qaramay bosadi bu. Alo. Nargiz. Qaysi podyezdda turarding? Keldi. Jo'ralarim mujik, jo'ralarim kurtoy. Tanishganimdan bog'oyatdan xursandman. Xullas, biznesmenman deng. Xursandman. Men ham tanishganimdan xursandman. Bog'oyatda xursandman siz bilan tanishganimdan. Dadangga hozir ko'rsatib qo'yamiz. Ha, dadasi. Bolalaringizni rizqini mana bunga yediryapsizmi? Xotin, ja qo'lingni bigiz qilib yuborma. Bu mehmon qilyapti. Bu cho'tni to'layapti. Ha, yo'q-a. Voy, bilmay qolibmiz-ku. Uzr, bezovta qildik. Yaxshi o'tiringlar. Yoqimli ishtaha. Qorningizni to'ydirib uyga borarsiz. Bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Ketdik. Xayr. Noto'g'ri tushunmaysiz. Dadasi. Uyga ham saboy oling. Bolalaringizga. Mana shuni ham yo'q qilishasan. Oling. Xo'p. Jonim, saboy ham ovozi bo'ladimi? Oy yuzingga jon bila tobandaman mehri ravshan dil bikin to. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizmidingiz? Ha, siz chaqiruvdingizmi? Iltimos, orqaga o'tib olsangiz. Ne, orqaga o'tib olaman? Davlenam bor, davlenam ko'tarilib ketadi. Voy. Senim bu shimingiz ittaladimi deyman. Bu kiyimga pulingiz yo'q ekan, biznesga ish qilib pul bormi? Puldan xavotir olmang, mashinani haydang. Bo'ldi, xo'p. Haydayman. Senim kiyimingiz ham ja yozib ekan-a. Ha, shunaqa.
tizzadan shamol kirib yelkadan chiqib ketadi. Skvoznoy o'zi bilan. Amuncha kiyimimni ko'p gapirdingiz, amak. Ha endi bu kiyimda sizga qaragan bolani ko'zi yoshlanib ketyapti singlim. Ha, shunaqa. Men chetroqga to'xtatib keting, iltimos. Sizdan 72 ming. Rahmat, amakijon. Bo'lajak kuyov bilan uchrashuvganmi deyman? Qayerdan bildingiz? Reski spon yoqib olganingizdan.